Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz bu yerda Sahrni Banisa dik eldinda bir etajli hovli joy sotuvga chiqdi. Bu yerda avtobus, marshrutdan, taksidan umuman problemasi yo'q. Bog'cha, maktab hamma joy udobniy joyda joylashgan. Bir etajli hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Sentralniy kanalizatsiyalar ham bor. Ko'chamiz asfalt bo'lgan, ajoyib. To'plar ham ajoyib etib turibdi. Bu uyning arkasi Shavot kanal bo'yi, hurmatli obunachilar. Mestasi toza havo, zo'r joy, mestaga umuman gap yo'q. Joyning enini aytib o'tadigan bo'lsam, 13 metr 40 metr и 520 kvadratda shakllangan hovli joy, hurmatli obunachilar. Aynalar akvayna, aynalar rushotka bo'lgan, shiplar toza bo'lgan. Ko'chasida shunning bog'am bor, hurmatli obunachilar. Bismillahirrohmanirrohim. Girganimiz demak, chap qo'limizda rakovina joylashgan. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Kafel etib, ajoyib etib qo'yib ekanlar. Vodovorot girib turibdi. Bu ham tarafda kiyim asish uchun mebelimiz bor. Oyoq teylar ajoyib etib döşalib turibdi. Patologimiz yog'och bilan bostirilgan и gipsokardonlar bilan shakllarda tuzatilgan. Bu yerda donlarimiz bo'ladi и bu yerimiz zalimiz, bu yerimiz ham zalimiz bo'ladi. И bu yerda spalniy, kuxniy joylashgan. Yani o'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bu yerimiz ine zalimiz, hurmatli obunachilar. Mebellar ham ajoyib mebellardan qo'yilgan ekan. Oyoq teylarimiz taxta pol, perdalar asilgan, turkman g'olalar tashalib ajoyib bo'lib turibdi. Yan tarafa giradigan olsak, yan tarafimiz ham bir spalniy yoki zal etib qo'ysangiz bo'ladi. Oyoq teylarimiz taxta pol. Fondan chiqib ajoyib bo'lib turibdi devorlarimiz. Yan tarafimiz açık hol etib ajoyib etib qo'yibdi ekanlar, hurmatli obunachilar. Yan tarafimiz spalniy. Spalniyimiz ine Imanning pechlar ham bor ekan bu yerda. Ataplinasi bor joyimizda. Mebellar ham ajoyib mebeldan. Hamma narsa girib turibdi, hurmatli obunachilar. Kelasiz, ajoyib etib yashaysiz. Ben kuxniya o'tadigan bo'lsak, kuxnimiz mebellari bo'lgan. Yan tarafimiz sanuzel bo'ladi, hurmatli obunachilar. Gaz plitasi, kotyoli, hamma narsasi bor, hurmatli obunachilar. Aynalari akvayna. Ben sanuzel bo'ladi, ilik ekan, hurmatli obunachilar. Yan tarafimiz kuxniy bo'ladi dedik, hurmatli obunachilar. Ben sanuzelimiz, hurmatli obunachilar. Yan taraf bog' qismida chiqish xotimiz, bedayning kotelimiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Yaxshi sifatli kotellardan qo'yilgan. Bedayning rakovinasi joylashgan, kafel bo'lib turibdi arkasi. Hamma narsasi bor.
bog' qismına chiqadigan bo'lsak, bog' qismi hurmatli obunachilar. Bog'imiz ham ulli tushgan. Arkasida letniy hojatxonasi bor. Bog'imiz arkasidan o'zingiz uchun joy qursangiz, eldini yig'ib tashab, natural klinika, hamma narsa, dorixona etib ijara berib qo'ysangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Suvga tutib voda bosuvdan umuman problemasi yo'q. Shiplar toza bo'lgan. Joyimiz kvadrat metrini aytib o'tdim. 520 kvadrat, hurmatli obunachilar. 13 metre 40 metr. Pulga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, joyimizning puli $78,000. Üstüne kelganda geliştirib qaytib beraman dedilar. Üstüne kelganda savdolashinsa bitta tushirib olmoqqa bo'ladi, xudo xolasa. Hamma shunday joylar nasib etsin. Sog' olun, salomat olun. Kanala obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Sog' olun, salomat olun.